Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan ham yana xuddi o'tgan darsdagidaqa mashina ishlaymiz. Ya'ni o'tgan darsga o'xshab soddaroq, osonrog'ini ko'ramiz. Nimaga? Murakkablarni ko'radigan bo'lsak, boshlanishiga ozgina qiyinlik qilishi mumkin. Shuning uchun sizlar bilan iloji boricha boshida osonroq, yana ham haligi tez ishlanadigan mashinalarni ko'ramiz. Keyinchalik sekin-sekin videolar ko'p chiqqan sari YouTube'ga darslar ham yana ham qiyinlashadi. Xudo xolasa mashinalardan tashqari yana kiber xavfsizlik bo'yicha to'liq darslar ham chiqishni boshlaydi yaqinda. Ya'ni Linux bo'yicha, tarmoq bo'yicha, bash scripting, Windowslar bo'yicha va saytlardagi zaifliklarni topish bo'yicha xudo xolasa. Ungacha mana shu mashinalarni buzish bo'yicha videolarni ko'rib tursanglar, bundan yana ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bugun sizlar bilan bizda mana bu yerda tayyor holatda ishlab turgan mashina bor. Mana, ya'ni Funbox Go nomli mashina. Bu WinHub'dan yuklangan, ya'ni WinHub'ga o'tib, nomi qani bu yerda mana. Funbox Go deb yozadigan bo'lsanglar, tayyor holatda, adashmasam 1 gigabayt oshiqlik sizga mashina beradi, ya'ni OVA formatda. OVA formatda qanaqa qilib o'rnatishni o'tgan darsda tushuntirganman. Ya'ni VirtualBox'ga o'tasiz, faylga kirib import qilasiz, shunchaki. Bo'ldi, import qilasiz, yetarli, finishni bosasiz. Sizga xuddi shunga o'xshab Funbox mashinasini qo'shib beradi. Va bu yerda yana bitta narsa bor, esimizdan chiqmasligi kerak. Masalan, Kali mashinamiz Bridget adapterda turgandan keyin Funbox, ya'ni o'rnatgan mashinangiz ham Bridgetda turishi majburiy. Ya'ni boshqa tarmoqda bo'lib qolsa xatolik berish ehtimoli juda ham yuqori. Shuning uchun kelasi bitta tarmoqda bo'lgani yaxshi. Xo'p, mana menda hozir tayyor holatda mashina ishlab turibdi. Hozir mana bu yerda tayyor holatda menda mashina bor, ishlayapti. Endi nima qilamiz? Bu yerda birinchi navbatda terminalga o'tib, sudo netdiscover qilib, xuddi o'tgan darsdagidaqa, ya'ni biz bilan bitta tarmoqdagi qurilmalarni IP va MAC manzillarini aniqlab olamiz. Va bizga belgilangan mashinani IP manzili oxiri 95 bilan tugar ekan. Chunki men o'tgan darsda aytdim, PCS bilan tugaydi doim. Xo'p, demak, CURL bilan bunga so'rov jo'natamiz. Qaranglar mana. CURL bilan biz mashinani IPsini kiritgan paytimizda bizga saytga tegishli bo'lgan orqasidagi source kodlarni chiqarib beryapti. Bu to'g'ridan-to'g'ri serverga CURL so'rov jo'natadi va bizga kodlarni olib chiqib beradi. Ya'ni bu degani sayt ishlayapti. Ya'ni sayt ishlayapti, 80-port ochiq. Va mana shu yerda biz oxiriga minus katta i qo'yadigan bo'lsak, bizga headerni chiqarib beradi. Ya'ni headerda asosan nimalar bo'ladi? Ya'ni so'rov 2 ga qaytdi, ya'ni muvaffaqiyatli degani. Bu yerda serverning ma'lumotini beradi. Ya'ni Apache server ishlab turibdi ekan, 2.29-versiya. Bu bizga juda ham kerakli ma'lumot hisoblanadi va bu yerda Ubuntu operatsion tizimida ishlar ekan. Nimaga bizga kerakli? Qaranglar, masalan, o'z versiya nimaga yangilanadi? Chunki tizimda qanaqadir zaiflikni bartaraf qilganda yangi versiya chiqadi. Va hozir Ubuntu'ni adashmasam, oxirgi versiyasi 2.65, 66 versiyada ishlayapti katta ehtimol. Bu 2.29-versiya, bu juda ham eski. Va bunda keragicha zaifliklar bor. Shuning uchun iloji boricha tizimda zaifliklarni aniqlash uchun siz versiyalarni ham topishingiz kerak bo'ladi. Shunda, ya'ni o'sha versiyaga mos bo'lgan zaifliklarni, kamchiliklarni topishingiz juda ham oson. Demak, mana bizda bitta versiya topildi. Xo'p, kelinglar, endi Nmap orqali tekshirib ko'raman tizimda va CV bu nima qiladi? Bizga skaner qiladi. O'sha zaif demaylikda, ya'ni servislarni versiyalari bilan CS bo'ladigan bo'lsa, o'sha default skriptlardan foydalanib turli xildagi zaifliklarni bizga axtarib beradi. Enterni bosaman. Ozgina kutamiz. Xo'p, internet uzilyapti nimaga? If config qiladigan bo'lsak, bizda IP ishlab turibdi.
Xo'p, qaytadan Nmapni tekshiraman. Xo'p, ana bizga ma'lumot chiqarib berdi. Xo'p, qaranglar, mana shu yerda bizga 21, 22, 80, 3306 portlar ochiq. Zo'r bular. Chunki bu portlar orqali biz tizimdagi eng kerak bo'lgan qismlarni, ya'ni ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Qaranglar, mana shu yerda juda ham muhim narsa, 21-port ochiq ekan. FTPni Pro FTPD 1.3.5 versiyasi ishlayapti deyapti. Va biz mana bu yerda SC komandasini yozganimizda bizga qaranglar. FTP anon. Ya'ni bu FTPda default holatda ba'zan anonymous login paroli ishlab ochiq holatda qolib ketadi. Ya'ni masalan bunaqa narsa, oddiy holatda siz qayergadir mehmondorchilikka ketyapsizda, uyingiz darvozasini qulflash esidan chiqib qoldi. Ya'ni uyingiz ochiq qolib ketdi. Ya'ni istagan odam kirib chiqishi mumkin-ku. Ya'ni FTPda default holatda anonymous login paroli ishlab qolgan bo'lsa, siz anonymous bilan tizimga bemalol kirishingiz mumkin. Aytyapti anonymous FTP login allowed. Ya'ni anonymousga FTP ruxsat beryapti. Va ruxsatlari nimani ruxsati? Qarang. Mana bu yerda tizimga FTP orqali ulansangiz, welcome.message degan fayl chiqar ekan. Bu faylda ruxsatlari kim nimalar qila olishi. Zo'r bu ma'lumot. Ya'ni welcome message ni yuklab olishimiz mumkin va ichidagi ma'lumotlarni o'qib, o'zimizga kerakli, ya'ni ma'lumotlarni olsak bo'lar ekan. Yaxshi. 22-port SSH porti, SSH. Bu nima qiladi? SSH, FTP 21dan tushuntirmadim. FTP porti masofadan fayl almashish imkonini beradi Linuxda. O'tgan darsda sizlarga tushuntirgandim. Haligi SMB ni ko'rdik. Ya'ni SMB Windows tizimlarida masofadan fayl almashish imkonini bersa, FTP bo'lsa Linuxlarda masofadan fayl almashish imkonini beradi. Ya'ni siz server orqali qaysidir serverdan qaysidir serverga ma'lumot jo'natmoqchimisiz, FTP orqali jo'natasiz. Lekin bu FTP hozirgi paytda juda ham xavfsizligi yo'q bo'lgan protokol hisoblanadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ishlatish kerak FTPni. SSH bu eng ko'p ishlanadigan protokol, masofadan serverga ulanish uchun ishlatiladigan protokol. Va buni 7.6P1 versiyasi ishlayapti. Bu juda ham xavfli. Nimaga? Chunki SSHda hozir 10-versiya ishlayapti. O'shuning uchun ya'ni versiyani topish biz uchun muhim hisoblanadi. 80-port ochiq. Mana bunda ham eski versiya 3306. Wow, zo'r. Bu 3306 porti. Xo'p, MySQL porti. Ya'ni MySQL biz to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bazasiga ulanib, ma'lumotlar bazasi orqali tizimdagi tegishli, ya'ni kerakli ma'lumotlarni olishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, kelinglar bizga hozir eng qulay 21-port. 21-port orqali men o'zimga kerakli ma'lumotni olishga harakat qilaman. Xo'p, yangi sahifa ochib olaman. Xo'p, bu shunchaki hozir FTP. O'cha nomlab qo'yaylik. Okay, bu yerda nima qilamiz endi? Xo'p, qaranglar, hozir orqada yana yoqib ko'raylik-da. Okay. Xo'p, FTP serveriga masofadan ulanish uchun biz FTP byuro orqali IP ni kiritishimiz kerak. Shunchaki IP ni kiritamiz, yo'q. Bizda oxirida 95. Enterni bosaman. Login so'rayapti. Loginni bilaman. Anonymous. Enterni bosaman. Mana qaranglar, parol yo'q. Xo'p, Anonymous login ishlaganda parol kerak bo'lmaydi. Shunchaki enter. Mana. Ya'ni biz tizimga muvaffaqiyatli ulandik. 230 chiqdimi? 230 bu ya'ni muvaffaqiyatli ulanding degani. Mana, login okay. Bu yerda aytayaptiki, bu eksperimental FTP server deyapti. Xo'p, va qarang, mana shu yerda biz anonymous access granted, ya'ni cheklangan holatda ulandik. Restrictions apply. Ya'ni biz bu yerda xohlagan ishimizni bajara olmas ekanmiz. Bizda imkoniyatlar cheklangan ekan. Yaxshi. Xo'p,
ls qilaman va mana welcome message. Ya'ni biz tepada agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Nmapda ham xuddi shu narsani ko'rsatgandi. Demak, qaranglar, Nmap bu juda ham kuchli tool ekan. Nmap orqali biz tizimning ichiga kirmasdan turib ham ma'lumotlarni olishimiz mumkin ekan. Shuning uchun iloji boricha Nmapni, ya'ni kiberxavfsizlik xodimi sifatida yaxshilab o'rganish tavsiya qilinadi. Xo'p, endi buni qanaqa qilib yuklab olaman? FTPning ichidan fayllarni yuklab olish uchun get komandasi orqali yuklab olamiz. Get deymanda. Xo'p, bu yerga joylashtiraman. Enterni bosaman. Yuklab oldik. Buni qayerga yuklaydi? Get bu to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni bizga Kali mashinaning ichiga yuklaydi. Xo'p, mana welcome message. Endi qaranglar, mana shu yerda cat bilan cat welcome message ni o'qishga harakat qilib ko'ramiz. Mana. Albatta welcome archive user, ya'ni xush kelibsiz deyapti. Archive user bu yerda qanaqadir userda ma'lumot chiqsa kerak, bilmadim. Vaqtni ko'rsatar ekan. Bu eksperimental FTP server deyapti. Agar sizda qanaqadir noodatiy muammo bo'lsa, deyapti, iltimos hisobot ko'rinishida deyapti, mana shu elektron pochtaga yuboring. Va bizga elektron pochta manzilini beryapti. Xo'p, qani mana shu yerda yana bitta narsani aytib ketishim kerak sizlarga. Saytni tekshirayotgan paytingizda, xo'p, masalan, sayt ichida ism chiqishi mumkin, deylik, familiya chiqishi mumkin, telefon nomeri chiqishi mumkin. Yana nima? Elektron pochta va hokazo shaxsga doir ma'lumotlar chiqsa, o'sha sizga eng kerakli ma'lumot bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki biz o'sha shaxsga doir ma'lumotlar orqali tizimdagi login parollarni brute force orqali aniqlasak bo'ladi. Ya'ni brute force hujumi orqali login parollarni topsak bo'ladi. Va mana shu yerdan bizga Sky kuchukcha %L deyapti. Bu yerda katta ehtimol Sky useri tizimda bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda elektron pochtadagi nom qaysidir foydalanuvchiga tegishli nom bo'ladi-da. Demak, Sky userni keyin taxminan user deb olamiz va buni parolni topishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, nima qilamiz endi? Bizda user bor, lekin parol yo'q. Parol topishim kerak. Xo'p, FTP serveriga masofadan buzib kirish uchun bizda brute force qilish uchun tayyor Hydra degan tool bor. Mana. Xo'p, Hydra bilan qaranglar. Mana shu yerda minus kichkina l kiritamanda Sky deyman. Sky user minus katta P. Agar sizda tayyor login bo'lsa, kichkina l kiritasiz, login yo'q, ro'yxat bo'ladigan bo'lsa, katta l kiritasiz. WordList kiritib olaman bu yerga. Okay, user share WordList Rokyuni olib ketaveramiz. Rokyuni ol. Va mana shu yerda nima deyman? FTP serveriga hujumni amalga oshirasan. Qaysi server? Yo'q. Hozir bu yerdan enterni bosaman. Xo'p, bu Hydra tool nima qiladi? Hydra to'g'ridan-to'g'ri masofadan turib, ya'ni brute force hujumi amalga oshirish uchun kerak. Masalan, deylik, FTP serveriga, SSH ga, SMB ga, shunga o'xshagan tarmoq orqali ishlatiladigan toollarni masofadan brute force qilish uchun ishlatiladi. Uning imkoniyatlari ko'p. Ya'ni biz hozir to'g'ridan-to'g'ri FTP serveriga hujumni amalga oshiryapmiz. Xo'p. Ozgina kutamiz. Bu vaqt olishi mumkin, chunki brute force hujumi to'g'ridan-to'g'ri mana 14 millionta parolni tekshiryapti va bu qanchadir vaqt oladi, chunki 14 millionta parol ichidan har bittasini bitta-bitta Sky userga qo'yib solishtirib chiqadi bu. O'shani hisobiga bizda qanchadir vaqt olishi mumkin. Xo'p, endi qaranglar, mana shu yerda mabodo login chiqib qoldi, ya'ni parol chiqdi. Nima qilamiz?
Biz bundan oldin FTP serveriga Anonymous orqali ulangan edik. Anonymous orqali cheklangan, ya'ni ruxsatlar bilan ulangan edik. Endi shu yerda biz parol topganimizdan keyin bu yerga Anonymous orqali emas, to'g'ridan to'g'ri topilgan login, parol orqali ulanishni amalga oshiramiz. Xo'p, bu yerda hali ham topilmadi. Xo'p, keyingi bosqichda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Keyingi bosqichda biz to'laqonli tizimni boshqarish uchun SSH orqali tizimga ulanishimiz kerak. Xo'p, ozgina kutamiz. Bizga parolni topib berarmikin? Xo'p, ozgina ko'p vaqt ketdi. Bo'ldi, mana topildi. Demak, vau, zo'r. Bizda loginga parol to'g'ri topildi. Mana bizda Sky useri va unga the best degan parol muvaffaqiyatli topildi. Demak, FTP bo'ladimi, SSHmi, SMMmi ahamiyati yo'q ekan. Hydra tool orqali biz to'g'ri wordless orqali parolni topishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, FTP ga kirsak bo'ladi. Hop, FTP dan chiqib ketamiz, ya'ni exit qilaman. Chiqib ketaman va qaytadan ulanaman. Userim Sky va parolim the best. Okay, mana ulandik. Endi ls qiladigan bo'lsak, wow, user.flag. Bundan oldingisida welcome message edi. Bunda user.flag. Zo'r. Buni endi yuklab olaman men. Get qilamanda yuklab olamiz. Yaxshi. Yuklab oldik. Bu yerga o'tib, yana o'sha cat bilan faylni o'qiymiz. Xo'p, demak qaranglar. Bu yerda ma'lumot yo'q, kod bor. bin bash bu bash skriptda yozilgan kod. Demak, echo your flag deyapti. Biz oddiy user flagni topdik. Root flagni topish uchun biz tizimni ichiga buzib kirishimiz kerak ekan. Xo'p, demak qaranglar. Bu yerda bekorga berilmagan bu, ya'ni bash kod. Nimaga? Chunki biz bu bash kodi orqali tizimga zararli kodni yuklash bilan birgalikda masofadan ulanib olishimiz ham mumkin. Agar o'xshab qolsa, kela sinab ko'ramiz. Xo'p, nima qilaman? Bu yerda birinchi navbatda IP manzilimni topib olaman. Buni copy qilamiz. Copy qilganimdan keyin, xo'p, men brauzerga o'tib olaman. Hop, brauzerga o'tib, mana shu yerda biz qidirishimiz kerak. Nimani qidiramiz? Hop. revshells.com sayti bor. Revshells biz to'g'ridan to'g'ri Revshells sayti orqali masofadan reverse shell olish uchun tayyor kodlarni yaratishimiz mumkin. Kalin IPsini kiritaman va bu yerga port kiritamiz. Bizga mana masofadan ulanish uchun tayyor skript yozib berdi, bash skript. Buni kaliga olib o'tamanda, hop, terminalga o'tamiz va hozirgi kodni ochaman. Nano hop, user flag. Enterni bosaman. Bizda mana kod ochildi. Mana your flagni o'chirib tashlaymiz, bizga kerak emas va mana shu yerda biz mana masofadan ulanish uchun reverse shell kodimizni kiritamiz, saqlab chiqib ketaman. Demak, buni qaytadan serverga yuklashim kerak. O'taman. Serverdan fayl yuklab olish uchun get, yuklab qo'yish uchun put qilaman. Put user.flag. Enterni bosamiz. Muvaffaqiyatli yuklandi.
Demak, hech qanaqa xatolarsiz biz tizimga faylni yuklay oldik. Va endi nima qilamiz keyingisida? Albatta yuklab olgan paytimda 66 bayt edi ekan. Hozir 8,5 kilobaytga ko'tarildi hajmi. Demak, ichidagi kod muvaffaqiyatli yuklangan. Endi qaranglar. Xo'p, biz hozir zararli kodni ishga tushirishdan oldin mana bu joyda netcatni ishga tushira olishimiz kerak ekan. Netcat -nlvp .tor. Chunki biz .tor port qilganmiz va kodni ishga tushiraman men. Xo'p, bash script bo'lgani uchun bash deymanda. Xo'p, copy qilib olaylik. Yo'q, invalid user sh bilan user flag. Bu ham bo'lmadi. Catchy. Yo'q. Komandalarga ruxsat yo'q. Nuqta slash bilan ishlatib ko'ramiz. Xo'p, ulanmadi. Nimaga ulanmadi bu yerda? Cat bilan qiladigan bo'lsak-chi. Invalid command deyapti. Mana tizimga ulandi. Muvaffaqiyatli tizimga ulanishni amalga oshirdik. Zo'r. Ya'ni qaranglar, biz oddiy holatda birinchi FTP ni Anonymous bilan ulandik. Undan keyin Sky user'ni topgan holatda brute force qilib, Sky user orqali ulandik va Sky user'ning ichidagi faylga zararli kod yuklab, tizimga masofadan ulanish amalga oshirdik. Zo'r. Endi qaranglar, mana shu yerda biz no job control in this shell. Ya'ni bu yerda to'liq terminalni boshqara olmas ekanmiz. Terminalni boshqarish uchun qaranglar. Hop, Python 3 dan foydalanaman. Python 3 qilamanda nima qilamiz? -c qo'sh tirnoq ichida import. Xato ketdi. Import pty nuqta virgul pty nuqta spawn qilaman. pty nuqta spawn. Qavs ochaman. Qo'sh tirnoqda bin bash. Xo'p, buni yopish esdan chiqdi. Xo'p, yopaman, qavsni yopaman va qo'sh tirnoqni ham yopaman. Enterni bosamiz. Xo'p, invalid syntax error bizda xatolik yuzaga keldi. Kelib bu yerda biz Python kodni ishga tushirmay qo'yamiz. Python kod nima qiladi? Terminalda to'liqroq ishlash imkoni beradi bizga. Qaranglar, mana shu yerda tizimga birinchi navbatda buzib kirganingizda bashni, ya'ni bash bu terminal eski versiyasi ishlayotgan bo'lsa, buni eski versiyadaligini qayerdan bildim? Yozasiz, Google ga yozasizda bashni oxirgi versiyasi qanaqa? Masalan, latest version. Beshinchi versiyasi deyaptimi? Mana 5.3 versiyasi ishlayapti ekan. Bizda-chi? Bizda 4.4 versiyasi. Mana shu yerda bash eski versiyada bo'ladigan bo'lsa, qaranglar. Who am I qilaman? Sara user ekanman. ID qilaman 1002 bash -p. Enterni bosaman. Who am I? root. ID qiladigan bo'lsak 1002 daman. Demak, men tizimning ichidagi zaifligi orqali tizimga ulandim va root huquqigacha ko'tarilish imkonini qo'lga kiritdim. Xo'p, bu yerda user flag qayerda? ls qilaman. Xo'p, bu yerda hech nima yo'q ekan. pvg biz qayerda turibmiz? Sara userning ichida ekanmiz. Orqaga qaytaman.
ls qilaman. Mana Sara, Lucy, Sky yuzerlari. Xo'p, cd Lucyga kiramiz. ls qilaman. Yo'q, bu yerda hech nima yo'q. Kelin qidirib ko'ramiz. Locate bilan locate user.flag deyman. Hop, locate komandasi bu yerda ishlamas ekan. Demak, kelinglar. Rootga o'tib ko'raveramiz. cd rootga o'taman. ls root flag. Wow, zo'r. Biz mana mashinani to'liq buzib kirishga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni you did it deyapti, ya'ni uddalading deyapti. Biz Funbox mashinasi orqali tizimda FTP serveri orqali to'g'ridan-to'g'ri buzib kirishni amalga oshirdik. Mashina zo'r, menga yoqdi. Qiyinlik darajasi oson, bemalol, muammosiz ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni biz hozir oddiy FTP orqali tizimga ulandik. Endi siz SSH bor, MySQL portal 306 bor. O'shalar orqali ham tizimdagi kerakli ma'lumotlarni olib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qancha ko'p, ya'ni tarmoqlar bilan, mashinalar bilan ishlasangiz shuncha o'zingizga yaxshi. Shuning uchun iloji boricha shunga o'xshash mashinalarni yana ko'proq ishlashga harakat qilinglar. Salomat bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada, izohlarda yozib qoldiringlar. Xudo xolasa har bittasiga javob berib chiqishga harakat qilaman. Keyingi videolar qanaqa bo'lishini yozib qoldirsanglar ham, bu ham yana zo'r. Ya'ni men aynan qaysi mashinani ishlashim yoki yana qaysi mavzular bo'yicha video tayyorlash kerakligini yozib ketsanglar, yana ham maqsadga muvofiq zo'r bo'ladi. Rahmat hammanglarga, sog' bo'linglar.